Chorvodan 550 ming dollarga qanaqa dacha olsanglar bo'ladi. Dachani nomi Virtus. Dachani o'zini stadioniga ega. Mana kirish qismida chap qo'lda mana letniy kuxnya. Dachani umumiy ko'rinishi ish kunlari bemalol 8-9 milliondan qo'ysa bo'ladi sezon kunlariga. O'zini klientskiy bazasiga ham ega. Ichkariga keladigan bo'lsak, kirish qismida chap qo'lda 12 kishilik stol joylashgan. Yonida o'tganda 10 kishilik kompyuter qo'yilgan mana. Kompyuterdan chiqqanimizda, chapga yurganimizda katta zimniy basseyn 10 ga 5, chap tarafida 2 xil sauna. Ikkinchi etajga kelgan bo'lsak, katta bilyard kutib oladi, yonida PlayStation 5 bilan katta televizor. Xonalarga keladigan bo'lsak, общий 4 ta katta родительский spalni и 7 ta отдельный krovat bor. Dachamizni tom qismiga, terrasasiga keladigan bo'lsak, to'g'rida katta proyektor, o'tiradigan joy, yonida kachelisi bilan, chap qo'lda jakuzzisi bilan, bu yoqda mana letniy kuxnya и 12 kishilik stul. Shu joyimiz kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, pastga nomerlar yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilsanglar, kelishtirib, chiroyli qilib olib beramiz.